Oilamiz kelajagimiz. Oila mehr va baxt qo'rg'oni. Oila bor ekan, farzand degan bebaho ne'mat bor. Insoniy qadr-qimmat va ma'naviyat bor. Oilaviy baxt bu eng ulug' saodatdir. Shavkat Mirziyoyev, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. Oila. Bu so'zning zamirida mehr bor, muhabbat bor, sadoqat bor. Inson hayotidagi ilk qadamlar, eng shirin xotiralar, eng muqaddas duolar aynan oila bag'rida boshlanadi. Oila inson qalbi orom topadigan maskan, mehr oqibat ildiz otgan qo'rg'on, avlodlar davomiyligini ta'minlaydigan muqaddas dargoh. Oila qadriyati har qanday xalqning, davlatning asosiy kuchi va ijtimoiy ma'rifiy qudrati timsolidir. Oilalari mustahkam va totuv bo'lgan yurt taraqqiy topadi. Farovon bo'ladi, odamiylik, umum insoniy fazilatlar va yuksak qadriyatlar bardavom bo'ladi. O'zbekiston oilasi insonni inson qiladigan tarbiya maktabi, ma'naviyat beshigi, yurtga muhabbatning ilk sabog'idir. Bugun yangi O'zbekistonda amalga oshirilayotgan barcha islohotlar zamirida inson qadri, oila baxti va jamiyat barqarorligi mujassam. 15-may Xalqaro oila kuni munosabati bilan may oyida mamlakatimizda oilamiz kelajagimiz shiori ostida keng qamrovli ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar o'tkaziladi. Mazkur ezgu tashabbusning bosh maqsadi oila institutini yanada mustahkamlash, milliy va oilaviy qadriyatlarimizni asrab-avaylash, yoshlarni oilaviy hayotga mas'uliyat bilan tayyorlash, jamiyatda oila muqaddasligiga bo'lgan hurmat va e'tiborni yanada yuksaltirishdan iborat. Oylik doirasida yangi O'zbekistonning ibratli oilasi ko'rik-tanlovi o'tkaziladi. Ushbu tanlov farzand tarbiyasi, sog'lom turmush tarzi, kitobxonlik, hunarmandchilik, tadbirkorlik, tomorqadan samarali foydalanish va mahalla hayotidagi faollik borasida namuna bo'layotgan oilalarni keng jamoatchilikka tanitishga xizmat qiladi. Shuningdek, oilaviy hayotda sadoqat, o'zaro hurmat, farzand tarbiyasida mas'uliyat, milliy qadriyatlarga sodiqlik, mahalla va jamoat ishlarida faollik kabi fazilatlar bilan ajralib turgan oilalar ibratli oila ko'krak nishoni bilan taqdirlanadi. Ibratli oila ko'krak nishoni faqat mukofot emas, bu jamiyat e'tirofi, bu elning duosi, bu avlodlar uchun o'rnak bo'ladigan meros. Birgina 2025-yilda 2000 ta oila ibratli oila ko'krak nishoniga munosib ko'rildi. Oila doirasida yosh oilalarni qo'llab-quvvatlash, ularda mas'uliyatli ota-onalik, o'zaro ishonch, sabr-toqat va mehr-oqibat tamoyillarini mustahkamlash maqsadida eng namunali yosh oila tanlovi tashkil etiladi. Shu bilan birga yangi O'zbekistonning ibratli harbiy oilalari ko'rik-tanlovi ham o'tkaziladi. Mazkur tashabbus harbiy oilalar hayotidagi sabr, matonat, sadoqat, oilaviy birdamlik va yuksak vatanparvarlik muhitini keng jamoatchilikka yaqindan ko'rsatish imkonini beradi. Oylik davomida bilimli ayol, mustahkam oila garovi shiori ostida xotin-qizlarni ta'limga keng jalb etishga qaratilgan tadbirlar, ahil oila kunlari, oila muqaddas qo'rg'on, ota va ona oila tayanchi, farzand tarbiyasi kelajak poydevori, oilada sog'lom muhit va o'zaro hurmat kabi mavzularda uchrashuvlar, davra suhbatlari va ochiq muloqotlar tashkil etiladi. Mahallalarda nizoli oilalar bilan individual ishlash, ularga huquqiy, psixologik, tibbiy va pedagogik maslahatlar berish, yosh oilalarni har tomonlama qo'llab-quvvatlashga qaratilgan amaliy tadbirlar o'tkaziladi. Ta'lim muassasalarida esa yoshlar bilan mas'uliyatli nikoh, oilaviy hayotga tayyorgarlik, milliy qadriyatlar va zamonaviy hayot uyg'unligi haqida ochiq muloqotlar tashkil etiladi. Shuningdek, muzeylar, madaniy maskanlar va tarixiy obidalarga oilaviy sayohatlar, kitobxon onalar kuni doirasida adabiy uchrashuvlar, oilaviy mutolaa kechalari, sport musobaqalari va ommaviy madaniy tadbirlar oylikka yanada mazmun bag'ishlaydi. Aziz yurtdoshlar, oilamiz kelajagimiz oyligi doirasida o'tkaziladigan tadbirlarda faol ishtirok eting. Oilangiz hamisha tinchlik, mehr-oqibat, farovonlik, halovat va orom maskani bo'lsin. Oilalarimiz mustahkamligi, farzandlarimiz baxti, jonajon O'zbekistonimiz farovonligi yo'lida birlashaylik. Zero
oilasi mustahkam elning kelajagi ham buyuk bo'ladi.